ishtirokchilari, xonimlar va janoblar, avvalambor bugungi shodiyonamizga, aziz kelin-kuyovlarimizning baxt visoli oqshomiga o'z vaqtlaringizni ayamasdan qadam ranjida aylaganlaringiz uchun tashakkurlar aytamiz. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Bugun mana shu Xo'jamulki mahallamizning faizli bir xonadonlardan biri bo'lgan Omonqulov O'rol bobomizning xonadonida go'zal bir shodiyona, baxtli kunlar aziz do'stlar. Bugun mana shu xonadon egalari el yurtga dasturxon yozib farzandi bo'lgan bugungi shodiyonamiz, tantanamiz Turdimurodjonni boshlarini ikkita qilib el yurtga dasturxon yozib mana shu tantanani el yurtga nishonlashni niyat qilgan ekan. Ilohim mana shu xonadonda hamisha to'ylar bo'lsin. Allohning baxtli kunlari, go'zal lahzalari hech qachon arimasin. Topgani faqat yaxshiliklarga atalishini Allohdan so'rayman. Aziz do'stlar, albatta bugungi tantanamiz sababchilari bo'lgan ikkala yosh, ya'ni kim davramiz to'rini to'ldirib turgan kuyovlarimiz